Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men bugun sizlarga fiyalka gul uchun to'g'ri tuvak tanlash haqida o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda maslahat bermoqchiman. Men fiyalkachilik bilan 3 yildan beri shug'ullanaman. Ya'ni ishdan bo'sh vaqtimda shug'ullanaman. 150 xilga yaqin fiyalkalarim sortlari bor. Men sizga hozir ko'pchilik oladida gul katta tuvakka o'tkazsam bo'ladimi deydi. Men sizga bugun ana shu narsani farqlarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Nima uchun fiyalkaga kichkina tuvak tanlash kerak? Kichkina tuvak tanlashimiz kerakligi, kichkina tuvakda ildizlari, tomirlari tuvak chetiga tegadi va agar siz eshitgan bo'lsangiz, fiyalka bu o'zi Afrikadan kelib chiqqan gul hisoblanadi. Bu yoqda toshlar orasida chiqadi va toshga tekkandan keyin u ochilgan. Shuning uchun bu tuvakka tekkandan keyin mana bunday shapka bo'lib ochilishi boshlaydi. Mana bu ham shapka bo'lib ochilishi boshlayapti. Bu ham chunki kichkina tuvakda 8,5 razmerli tuvakka ekasiz. Mana bu ham kichkina tuvakda bo'lgani uchun shapka bo'lib mana ochilib ochilishi boshlayapti. Endi bundan kattargandan keyin o'rtacha tuvakka o'tkazganman, ya'ni 8,5 dan katta 9,5lik tuvakka o'tkazganman, lekin ko'rib turgan bo'lsangiz, unchalik shapka bo'lib gullamayapti. Sababi u barglariga ishlab ketadi. Va o'zim uchun men barglarini ko'paytirish uchun, barglarini rivojlantirish uchun katta mana bunday tuvakka ekkanman. Fitilni sug'oraman. Bu ham orasida mana shunday farqi borligi uchun tagida suv turadi, ipidan gulim suv ichadi. Lekin ko'rib turgan bo'lsangiz, barglari zo'r, yashnayapti, mana urug'lar beryapti, lekin unchalik tarzda shapka bo'lib gullamayapti. Mana yana bitta boshqa gulimni ham ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu Uralskiy samotsveti degan sortimiz bo'ladi. Barglarini ko'rgan bo'lsangiz, juda ham yirik, mana tuvaklari ham katta tuvakka o'tkazganman, lekin unchalik tarzda shapka bo'lib gullamayapti. Shuning uchun siz har doim fiyalka olganingizdan keyin albatta kichkina tuvakda o'stirishga harakat qiling. Shunda gulingiz katta shapka bo'lib gullaydi va 10 oy davomida sizni xursand qilib turadi.